Sendan ham, mendan ham, bundan ham, bundan ham qolar bu dunyo. Vau, dahshat chiroyli qishloq ekan. Endi shu qishloqda yashayman. Kimdir yordamchi bu yoqmikan bu yerda menga yordam bera oladigan. Adashmasam shu tomonda bitta zo'r bola bor edi. Vau. Nihoyat tayyor. Endi buni YouTube'ga yuklash qoldi xolos. Va juda ham menimcha zo'r video chiqdi. Bu kim bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Sen Johamsan? Ha, Johaman. O'zingiz kimsiz? Men Tony Stark, temir odam. Tanimayapsanmi? Ha, tanidim. Mana bu narsalarni ol, menga yordaming kerak. Qanaqa yordam? Meni bu tomonda mashinam bor, ko'ryapsanmi? Sabz rang. O'shani qizilga bo'yab ber, iltimos. O'zingizchi? Men ketdim. Bo'pti. Tushunmadim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va men nimagadir tushunmadim. Qanaqasiga bu odam qayerga ketib Mana o'sha yetel uyimni ustiga chiqib qolgan. Yo, tushunarsiz, qanaqasiga mashinasini bo'yashni buyurib menga ketib bordi. Tushunmadim. Bo'pti. G'alati, вообще g'alati hammasi. Mayli, bo'yash kerak bo'lsa bo'yab beraman. Bu yerga yangi tort olib keltirganman. Ko'ryapsizlarmi, yaqinda tug'ilgan kunim emas, lekin baribir olib keltirib qo'yibman. Endi tug'ilgan kun bo'lishi shartmi tort yeyish uchun, ha? Misol uchun 2 kundan keyin Hayit bayrami, Ramazon hayiti o'shanda yesam ham bo'laveradi, bayramda mazza qilib. Hozir esa polizimdagi hosillarimni yig'ishtirib olsam juda ham yaxshi ish bo'lardi, chunki ishlarni hammasini tars-tarsas qilib tashlasam, keyin ana bratanning mashinasini bo'yab beraman, lekin qanaqa rangdaligini aytmadi shekilli. Yo, aytdim, menimcha qizil rangga bo'yasam kerak, chunki o'zining rangi qizil u temir odamni, ya'ni Tony Starkni. O'shani rangidaqa qilaman qizil rangda. Keyin esa menimcha bo'ldi, boshqa hech narsa degan yo'q. Yana nimadir desa agar keyin ko'ramiz. Tak, okey, bo'ldi, hammasi chotki. Endi esa eshik qayerda edi? Eshikni topib chiqib ketaydi. Bo'ldi, yopib qo'yamiz. Keyingi polizimni mayli keyinroq yig'ishtirib olsam ham bo'laveradi, chunki vaqt biroz tig'izroq, chunki kech bo'lib qolmasdan oldin mashinani bo'yash kerak. Xo'p, mashina qayerda edi? Tak, mana bu tomonda. Qizil rangga bo'yash kerak deydi. Qizil rangga qanaqasiga bo'yash mumkin? Tushunmayapman men. Hozir bir amallab bo'yashga harakat qilib ko'raman. Tak, mana bunaqa qilamiz. To'xtaylar, hozir. Tak, balonlarini bo'yash shart emas menimcha. Tak, mashinani o'zini belgilab olish kerak. Da, mana qizil rangga bo'yaymiz. Mana tayyor. Takollyoqki bo'ldi, ko'ryapsizlarmi? Bunaqangi qip-qizil rangli mashinani hech qayerda ko'rmagansizlar. Tak, to'xtaylar, SMS keldi. Bratan nima debdi ekan? Bitta qizil rangli uy ham qurib qo'y. Men resurslarni jo'nataman debdi bratan. Okey, mayli, nichiva qurish kerak bo'lsa quramiz. Mashinani paka uyimning yoniga olib kelib qo'yay. Bratan kelganda mana shu yerda turib turadi, chiroyli bo'lib. Xo'p, qanaqangi qizil rangli uy qurishim kerak ekan? Bu bratan nimaga o'zidan o'zi ish buyuryapti? Men shunga biroz tushunmayroq turibman. Bu yerda bagajda bitta o'zi kraskasi bor ekan. Mayli, buni shuni yoniga qo'yib qo'yaman. Va bo'ldi, все. Ana endi bratan menga narsalarni pochta qilib jo'natishini kutib turishim kerak. SMS qilib yuborgan narsasini, ya'ni hozir qaysi pochtaga, menimcha adashmasam pochtaxonaga yetib kelsa kerak pochtalar. Pochtaxona qayerda edi? Adashmasam mana shu Jitelni, qaysidir Jitelni uyini yonida edi. Qaysi Jitelni uyini yonida edi? Ha, mana. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. To'xtang, bratan. Men hazillashib urgandim sizda. Nima menga teginyapsiz? Tushunmadim. Menga hazil qilma, tushundingmi? Ha, tushundim. Oy. Menga pochta kelgan, o'shanga kelgandim. Pochta kerak bo'lsa tegmaslik kerak edi. Mayli, hozir 1 minut. Qanaqadir chalg'itishmi, nimadir qilish kerak. Bratan, tegmay turing, pochtamni olay. Mayli, ola qol, tez, lekin asabimni buzding, qarab. Yana kelasan u hali bu yerga. O'shanda ko'rasan mendan. Mayli, kechiring brat bir marta. Mayli, bir marta kechirdim, qara, lekin qaytarilmasin. Mayli. Bratan, qizishmang faqat, xo'pmi? Bo'pti. Mayli. Lekin qarang, men prosta bratan, bo'ldi, hazillashdim. Ikkinchi marta ham hazillashdim. Bratan rostdan ham asabi chiqdi, lekin boru agar ishga chiqqanda bormi, meni yeb qo'yardimi, nimadir qilardi xullas. Qarosh jigarlarni endi uy qurishni boshlaymiz Tony Stark janoblari uchun. Ya'ni temir odam janoblari uchun. Uyini uyimning yoniga quraman, ya'ni qo'shni bo'lamiz Tony Stark bilan. Agar nimadir problema bo'lsa, shunday qo'shnini chaqiraman, chiqib keladi, menga yordam beradi. Keyin o'zim do'stlarini chaqiradi, Hulk, yana
Thor bor, yana kim bor? Spider-Man, o'shalarni chaqiradi. Yana qaysilari bor? Qasoskorlardan qaysi qahramonlarni taniysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar chiqani. Men o'zi bitta qismini ko'rganman, lekin qahramonlar unchalik ham esimda yo'q. Chunki ko'rganimga ancha avval bo'lib ketgan. Qasoskorlar intiho degan qismini ko'rgandim. Bo'ldi, boshqa hech qaysi qismini ko'rmaganman. Sizlar menimcha ko'rgan bo'lsanglar ko'ring. Chunki meni obunachilarim hammasi deyarli faqat kinolarni, mana shunaqangi meni videolarimni ko'rishadi va bu menga yoqadi. Sizlarga ham yoqadi, chunki sizlar ko'rasizlar-ku. Xo'sh, nimaga aynan qizil rangni tanlaganman? Bunga biroz hayron qolyapman. Kiyimini rangi qizil, lekin nima uchun qizil? Qizil. Agar boshqa rangni tanlaganda nima bo'lardi? Misol uchun sariq bor, yashil bor, ko'k bor. Sizlarga qaysi rang yoqadi? Qaysi rangdagi qahramon bo'lishni xohlaysizlar? Misol uchun sizlarga qahramon bo'lgin deysizlar. Men esa oq rangni tanlardim, chunki oq rang bu musaffolik, tinchlik ramzi. Xo'sh, normali kelganda og'zi ochilib qolish kerak. Tony Stark janoblarini uyini ko'rib, avval 13-qishloqqa ham kelgandi Tony Stark, esinglarda bo'lsa agar, yo esinglarda yo'qmi? Menimcha sizlarning esinglarda yo'q, chunki ancha vaqt bo'lib ketdi u videoni chiqarganimga. O'shanda temir yegandi, esinglardan shaxtadan kirib temir olib chiqib bergandim. Abetlikda temir yegandi. Juda ham hayron qolgandim va qo'ylam qo'ygandim bir tomondan. Mayli, nima bo'lsa ham hozir uyini qurib bitkazish kerak. Keyin keladida rahmat aytadimi yo'qmi? Unisi menga hozircha noma'lum. Rahmat aytsin-da nima bo'lsa ham, chunki rahmat aytadigan darajadagi ishlar qilyapman-ku, to'g'rimi? Yo noto'g'rimi? Mashinasini qizil rangga bo'yadim, misol uchun. Bo'yash o'zi qiyin ish. Yo, bu yerga buni qo'ymasligimiz kerak. Bu yerga mana bunisidan qo'yamiz. Mana takoy bo'ldi. Wow, gap yo'q, chotki. Ana endi bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Ya'ni oyna qoldiramiz bu yerda. Orqa tomonni oynasini qanday qilsam ekan? Takansa katta oyna qilaymi ekan yo ikkiga bo'lib qo'yaymi ekan? Menimcha juda katta oyna bo'lib ketdi. Mayli, hozircha shunday turib tursin. Keyinchalik balki o'zgartirishga harakat qilib ko'rarman. Endi pol qismini o'zgartiramiz. Pol qismini qanaqa blokdan qilsam ekan? Bu ham o'ylovli masala, lekin rostakasim juda ham uzoq vaqt o'ylovli masala. Mana bu yerni birinchi mana bunaqa qilib o'yib chiqish kerak. Ya'ni hammasini birdaniga emas, bitta qoldirib bitta, ikkita qoldirib ikkita deganday. Xo'sh, mana bunaqa va bunaqa. Endi qolgan joylarini boshqacha blokdan foydalanib qilaman. Ya'ni har xil rang bo'lishi kerak edi. Yerni osti, ya'ni pol qismi. Yo'q, qizilni o'zidan qilar ekan o'ylab qarasam. Chunki biroz g'alati bo'lib qolyapti, lekin mayli, to'xtaylar hozir. Mana shunaqa qilamiz. Tak, tushunarsiz. Mayli, shunaqa tursa chiroyli turadi menimcha. Bo'ldi, shu holatda qoldira qolaman yoki hammasini qizil qilaymi ekan? O'ylantirib qo'yadigan masala ekan, lekin boru. Mayli, bu yerni ham olamiz, bu yerga va bu yerga qo'yamiz mana. Qizil bloklar tugadi. O'sha yetishmovchilik bo'lgani sababli shunaqa qildim. Ya'ni bitta-ikkita yer bloklar qoldirdim yerga. Mayli, bularni ham olib tashlay qolaylik, boshqacha blok qo'yib yuboraman. Ya'ni menda mana bunaqa g'isht bloklar bor. G'isht blokni qo'ysam ham farqi yo'q, boshqacha blokni qo'ysam ham farqi yo'q. Muhimi qizil bo'lsa bo'lgani. Ya'ni ana Tony Stark janoblarini kiyimi bilan bir xil bo'lsa bo'ldi. Xursand bo'lish kerak, to'g'rimi? Yo noto'g'ri gapiryapman. U derazani takoydan olib kelgan ekan qizil ranglisini qaranglar. Men ham uyimni qizil rangli qilib yuboraymi ekan, ha? Menga yoqyapti, lekin dahshat chiroyli, to'g'rimi yo noto'g'rimi? Kommentariy yozinglar. Sizlarga yoqyaptimi yo'qmi? Yozinglar-da, qarochi. Sizlarga har doim aytishim shartmi? Kommentariy yozinglar, yozmanglar deb turib. O'zingizlardan bilib yozaveringlar, videoni oxirigacha ko'raveringlar. Masalan, har doim so'rab o'tirishim shart emas-ku, to'g'rimi? O'zingizlar aqlli obunachilarimizlar-ku. Endi esa eshik qo'yishimiz kerak. Eshik bormidi? Eshik. Nahotki eshik bo'lmasa, mana bu yerda ekan eshik. Xo'p, eshikni ichkariga qo'yib yuboribman. Tashqari tomonga qo'yish kerak. Mana aka takoy. Endi ustini yopish kerak va ichidagi asbob-uskunalarni joylashtirib chiqish kerak. Ya'ni bu yerda mana bu seyf bor. Uni ichiga narsa joylashtirib qo'yadi albatta. Ustini esa mana bunaqa blok bilan va qo'lini qiyshiqligini qaranglar, dahshatligini. Yaxshi, qo'lim juda ham qiyshiq. Ko'z tegmasin, tuf. Qiyshiqlikka qanaqasi ko'z tegmasligi mumkin. U ko'z teggani uchun ham qiyshiq bo'lib qolganda o'zi u. Lekin baribir qiyshiqligiga ham ko'z tegmasligi kerak, to'g'rimi? Agar ko'z tegsa to'g'rilanib qoladi keyin qo'l qiyshiqligi. Endi kravat va shunga o'xshash mebellarni qo'yib chiqish kerak bu yerga. Tak, stullar bor bu yerda. Stulni qo'yamiz. Stol bormidi? To'xtaylar. Ha, stol yo'q ekan, lekin mana bunaqa blok bor ekan. Mayli, shuni shunaqasiga qo'yib qo'ysak
Bu protsessor. Wow. Protsessor ham qizil. Nahotki hamma narsa qizil bo'lsa, qo'yil lekin borib gap yo'q birodanga. Hamma narsani qizildan olib kelgan ekan. Prosta respekt. Yana nimasi bor? Deraza uchun pardalar bor ekan. Mayli, pardalarni hozir hal qilib yuboramiz. Lekin undan avval mana bu yerdan mana bunaqa qilib chiroyli qilib qo'yish kerak. Old qismini soya qilish uchun ham yomg'ir yoqqanda tushib qolmaydi. Uyning ustidan oldiga tushib qolmasligi kerak. Agar oldiga tushib qoladigan bo'lsa, nam bo'ladi-da, keyin uy buzilib ketishi mumkin. Ya'ni qulab tushishi mumkin. O'sha holatlarni oldini olish maqsadida shunaqa tashkillashtirib qo'yamiz. Okey. Voy, noto'g'ri qo'yib yubordim. Mayli, hozir olish problema emas. Tony Stark kiyganda xursand bo'ladi menimcha. Xursand bo'ladimi, xafa bo'ladimi, xullas kiyganda ko'rsataman uyni. Zo'r chiqqan deyish kerak, menga maqtash kerak. Maqtasa keyin men xursand bo'lib ketaman-da, erib ketishim ham mumkin. Xullas xursand bo'laman. Bu tomondan oyna qo'yish kerakmikan? Yo'q, shart emas shekilli. Xo'sh, ana endi menimcha hech narsa qolmadi. Mana buni bu tomonga qaratib qo'ysak chiroyli turadi. Ikkita lampa qolibdi. Lampalarni o'rnatib qo'yaydi. Tak, manakay, takoy, вообще klassniy chiqdi. Xo'p, kirkamni nima qo'yib yubordim. Okey. Bu kerak emas va mana tayyor. Ana endi Tony Starkni kelishini kutib turish kerak. Tony Stark janoblari, keling tezroq. Siz kelmasangiz bo'lmaydi. Mana shu jitel yoqmayapti, uyning ustiga chiqib olgan, ko'ryapsizlarmi? Juda ham g'alati. Xo'p, qachondir kelsa kerak Tony Stark ham. Mana bratan keldi. O, bratan niqobiz deychibsizmi? Eshitdim. Qalay, chiroylimanmi? Chiroyli, o'ta go'zalsiz. Yaxshi. Qani, zo'r. Dahshat quribsan uyni. Dahshat qurdim. Yoqdimi sizga? Albatta, gap yo'q, lekin bitta like bosarli darajada zo'r qilibsan. Siz qanday uchib yuribsiz? Axir menda super kuch bor. Tushundim, ko'rinib turibdi. Yaxshi, ko'rayotgan bo'lsam. Demak, qarochi mashinani ham zo'r bo'yabsan. Bu sen uyingmi? Qo'shni bo'ldik. Juda ham ajoyib. Eshikni nimaga buzib qo'ydingiz? Ishing bo'lmasin. Shu yerda turadi uy. Qanaqa uy? Eshik. Mayli, nima ham qilardim, nima ham derdim. O'zingiz bilasiz, axir bu sizning uyingiz-ku. Bo'ldi, ishlar tugadi. Endi esa video olaman.